Bugungi kunda jahon hamjamiyatini bezovta qilayotgan giyohvandlik va psixotrop moddalar savdosi mamlakatimizni ham chetlab o'tmayapti. Huquq-tartibot organlari bu jinoyatga qarshi davomli kurash olib bormoqda. Ommaviy axborot vositalari esa targ'ibotni kengaytirmoqda. Shunga qaramay bitta ham jinoyat sodir etilishi jiddiy xavotir uyg'otadi. Nafsning kuchi shundaki, ba'zan qanday yo'ldan chalg'iganimizni anglolmay qolamiz. Afsuski, davlat idoralarida xizmat qilgan ayrim shaxslar ham bu jinoyatga qo'l urmoqda. Men Mahkum Turab Shavkat Vahobovich 1981-yil Toshkent shahar Uchtepa tumanida tug'ilganman. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 251-moddasi prim 1 qismi bilan 5-qismi bilan aybdor deb topilib, 7 yil 29 kun ozodlikdan mahrum etildi. Hozirda Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida joylashgan ikkinchi sonli jazoni ijro etish koloniyasida o'z jazo muddatimni o'tamoqdaman. Qilgan ishimdan chin ko'ngildan pushaymonman. Bu yo'lga kirishimdan maqsad o'z nafsimni qondirish bo'lgan. O'zimni nafsimni o'ylagan holda, o'zimni nafsimni qondirish, o'zimni ishqibozchiligimni yengil yelpi o'ylaganim uchun shu yo'lga kirib qoldim. Nafsimga hukmdorlik qila olmaganim uchun, nafsim meni boshqarganligi uchun shu yo'ldaman. Oilamda 5 nafar farzandim bor, 4 qiz, 1 o'g'il. Ayolim yolg'iz boquvchi o'zimman, ota-onam o'tib ketishgan. Chiroyli bir go'zal guldek hayotim bor edi. O'z hayotimni o'zim jinoyatim bilan barbod qilishimga ozgina qoldi. 2024-yil 11-sentyabr kuni Shirin ko'chasida psixotrop moddalarini sotib olayotgan mahalimda huquq-tartibot organlari tomonidan qo'lga olindim. Psixotrop moddalarini iste'molida o'zimdan chiqqan holda aytaman, xotirani seyishi, ortiqcha vazn olishi, sog'lig'i yo'qolishi, hansirash, esolmaslik, har xil jinsiy quvvati yo'qolishi shularga olib keladi. Hayotim juda ham go'zal bo'lgan, shu psixotrop moddalarni iste'mol qilmasimdan oldin chiroyli go'zal oilam bor edi. Farzandlarimga egalik qilib, o'zimni boshqaruvimda hammasi chiroyli bo'lib, go'zal bo'lib kelayotgan naharda o'zimning aybim bilan farzandlarim ham tutqunlikka tushdi. Men kabi ular ham meni o'rnimga ular qamalgandek bo'lishdi. Hozirgi yosh kelajak avlodga maslahatim bu yo'ldan qaytinglar. Hali kech bo'lmasdan qaytinglar. Har bir ishga jinoyatga jazo muqarrar. Bu psixotrop moddalari, bu narkomaniya kuchli ta'sir etuvchi vositalar oxiri jazolarni ham beradi. Afsuslanishim, chiroyli ishimni yo'qotdim. Oilamni og'ir ahvolga tushirdim. Farzandlarim mensiz qiyin ahvolga tushib qoldi. Ularning halovati yo'qoldi. Halovat yetmaganidek otasi yonida yo'q. Shu sababli juda og'ir afsusdaman. Qilgan ishimdan chin ko'ngildan pushaymonman. Hurmatli prezidentimdan, xalqimdan va oila a'zolarimdan uzr so'rayman, kechirim so'rayman. Qilgan ishimdan, qilgan jinoyatimdan chin ko'ngildan pushaymonman. Qaytib bu yo'lga kirmaslikka va'da beraman. Umr faqat bir marotaba beriladigan bebaho ne'matdir. Har lahzani qadrlab, ilm o'rganib, xalqqa foyda keltirish mumkin yoki yuqoridagi lavha ishtirokchisi singari afsuslar girdobida qolish ham mumkin. Psixotrop moddalarga qarshi kurashish nafaqat huquq-tartibot organlarining, balki har bir fuqaroning mas'uliyatli vazifasidir. Har kim o'z oilasi, farzandlariga e'tibor bersa, muammo ham bo'lmaydi.